vitamin Dning asosiy yetishmovchiligi va qanchalik kerakligini sanab o'taman, ayniqsa ayollar uchun. Birinchidan bu tish va suyaklar uchun juda ham muhim ayollar uchun. Bu vitamin D agar bundoq qarasa qonda fosfor bilan kalsiyni so'rilishiga yordam beradi. Bu esa suyak va tishlar uchun juda muhim bo'ladi. Agar yetishmasa esa osteomalatsiya, ya'ni suyak yumshashi va keyinchalik 40 yoshdan oshganda esa osteoporoz kasalligini olib kelishi, ya'ni chaqirishi mumkin. Keyingi asosiy fakt bu bizning kayfiyatga ta'sir qiladi. Bu asosan baxt gormoni, ya'ni serotonin gormonini ishlab chiqarishga ta'siri bor. Agar yetishmasa organizmda, ayniqsa ayol organizmida yetishmasa, uyqusizlik yoki aslida yoki nabarot uyquchanlik, asabbuzarlik, ya'ni asabiylashish va albatta kayfiyati tushib ketishiga ta'siri bor. Va albatta homiladorlikda ayollarda bu nafaqat o'zini tish va suyak tizimi, balki homilada bo'ladigan tish va suyak tizimining rivojlanishida juda ham katta ta'sirga ega. Agar yetishmasa esa homila suyaklari yoki suyak tizimini yetishmovchiligi yoki rivojlanmasligi va hatto homila rivojlanmay organizmda nobud bo'lishigacha olib kelishi mumkin.